tahoratda ishlatiladigan idish bu deyilganda. Har xil dorivor o'simliklar bilan damlanadigan Buxorocha qadimiy tanqa choylarini ichgani ajoyib maskanga tashrif buyurdik. Agarda videoga like bo'lsa, Food Travel'ga obuna bo'lsangiz, aniq manzili bilan tanishtirib o'taman. Bu tanqa choylarimizga kiyik o'ti, koritsa, kardamon, 5 yulduzcha. Bu navotimiz, ha? Bu hozir mana bu yerda mana qaynab turgan dorivor solingan, hammasi tayyor, qaynab turibdi, tayyor ha bu. Bu qaynamasdan oldin dorivorlar solinadi. Dorivorlardan keyin suv qaynamagandan keyin bu dorivorlar bunga tashlanadi, keyin bu qaynaydi birga. Ha, demak, qaynagandan keyin yana 10 minut yana qaynash kerak ekan. Eng qiziq tomonini aytaman, bitta ajoyib fakti, bu tanqa choylarimiz o'rik daraxtining cho'g'ida qaynatilar ekan. Bu tanqa choyimiz bitta ichib ko'ramiz. Ota bobolarimiz nima ichishni oldindan bilgan ular. Bu tanqa choyini ichib faqat nima deydi, davo topishingiz mumkin. Mazza. Bu nima uchun qo'yilgan Sanjar aka bu? Bu yana qo'shimchasiga tezroq qaynash. Mana bu tanqa choyimizning ko'rinishi, buni qaranglar. Juda ham ajoyib Buxorocha qadimiy tanqa choylari. Tahoratda ishlatiladigan idish bu deyilganda, nima uchun shunday deyilgan? Nima uchun? Demak, vaqtidan ota bobolarimiz cho'ponlar mana shunaqa oftobalada suvni qaynatib tanqa choy qilib ichganlar, to'g'rimi? Manzilni tushuntiraman. Manzil Buxoro viloyati Vobkent tumani Shirin qishlog'ida joylashgan Shirin Etna House. Sir bilmasa, bitta oftobangizni choyini narxi nechi pul? 25 ming. 25 ming so'm bitta choyimiz, ha? Nima uchun buncha qimmat deyishi mumkin odamlar? Chunki bunga mana bu o'rik daraxtlar sotib olinadi. Shu sababdan buni mehnati ham og'ir. Shu sababdan narxi ozgina qimmat bo'lishi mumkin, lekin bu tam bebaho ta'mlardan biri hisoblanadi.